وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. İslam muallim bilan o'quvchi orasidagi aloqani qanday tartiblaydi? O'qituvchi va o'quvchi orasidagi haq, huquq va mas'uliyat nimalardan iborat? Rasululloh o'zining payg'ambar qilib avatilganligini shubhisizki men ta'lim berguchi qilib avatildim degan jumlaga qanday sig'dirgan? Allohning diniga da'vat qilish, ta'lim tarbiya berish kategoriyasiga tushamdi. Da'vatda o'zgacha uslub qo'llanish Allohning diniga da'vat qilishda ixlosga ta'sir yetkazamdi. Nima uchun muallimning o'quvchisining moddiy ahvolini bilishi muhim deb qaraladi? Ta'lim tarbiyada qissa va hikoyaning ahamiyati nimalardan iborat? Qani suhbatimizning davomiga marhamat. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi ve kafa ve salatu ve selamu ala abdihil Mustafa ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد Dünyanın her qaysı yerlerindeki körümen qırındaşlar Assalamu aleykum ve rahmetullahi ve barakatuh. Bugün biz Allah'ın yardım bilen hukuk ve mecburiyet namlı programımızın 24. bölümünü sizler bilen ortaklaşış için ben Nizamiddin Temkini sohbetimizden Mehmini Ustaz Muhammed Ali bilen bir arıq geldik. Sohbetimizden bu bölümde İslami prinsipte okuvchi bilen okutuvchi arasidagi haq huquqlar to'g'risida to'xtalamiz. Assalomu alaykum Ustaz Muhammed Ali. Va alaykum assalom. İslami prinsipte okuvchi bilen okutuvchi arasidagi haq huquqlar to'g'risida bugungi so'zlamoqchi bo'lgan suhbatimiz. Bu temaga kirishdan burun Rasululloh sallallohu alayhi vasallamninki innama bu'istu mualliman. Yani şüphesizki men ta'lim berguchi qilib avatildim degan so'zdagi maqsad muddao haqida bir tushuncha hosil qilgan bo'lsak. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vala amma ba'du. Endi ta'lim tarbiyalash, o'qitish Allohning nazarida başkalarını terbiyeleş, başkalarını yetekleştin ortak derece yok deb o'ylayman. Çünkü peygamberlerinki tutkan yolu bu. Hadisin mazmununa göre. Bu noktada biz Adem Aleyhisselatü Vesselam'ınki yaratılgan ve zimindeki özipsi belirlengen bir kıssayı qarab bakıdak olsak, insan normalda yeni doğulganda ya her insan doğulgan vakitte bütün məlumatın hali haleti doğuludu. Ama Allah insanı Allah'ı bir ixtidarla yaratkan ki bu insandan başka hiç qanday məxluqtu yok deb o'ylayman men ağan düşüncemde. Yani üzgü məlumat toplayalaydigan, ügünelaydigan bir alahidilikni insan qo'ygan. Periştlarning oldidimi Adem Aleyhisselam'ның hürmetligligiga ziminda asasi kuch ulab, ziminning egisi ulab, ziminni abad qilish vazifasining layoqati shaklida Adem Aleyhisselam'ның bir narsani ügünelaydiganligini o'tirg'a qo'ygan. Yani inson mush nuqtadan aytgan vaqtida bir narsa ügünish bilan Allah farishtalarni sajda qilishga buyrug'idek darajadagi hurmatga erishadi. Bir narsa bilmaslik bilan dunyodagi eng tuvan darajaga tushishi mumkin. Şunlaşkı deyimiz insan adette hayatta en yukarı derecelik insan badep qaralsa şu insan bilen en tüven derecelik insanın ki cismi okşaş. Cismide ekvatkan kan okşaş, beden okşaş, hemimiz okşaş tamamen. İlla ki bu ikisinin oturduğu fark kallasıdaki topluğan malumat, topluğan bilim, ügengen bilimi de yani. Mandakşet kavakta İnsanın hayatının derecesi ve insanın şu hayattaki derecesine bütünley ügengen bilim belirleydi. Bu noktadan dünyada insanın en
tunji qadamini o'rganishdan oladi. İnsanning hayotdagi hayoti o'rganishdan boshlanadi. Shunga payg'ambarlarning tunji vazifasi shu o'rgatkichi bo'lish shaklda o'tildi. Sizlar bayatdan o'qigan hadisda payg'ambar alayhisalom men muallim bo'lib qana qildim, avatildim. Deyişi, çünkü insanın her qandaq işi, her qandaq sahəsi avval nereden başlanıdı? Ügünüşdən başlanıdı. Şu noktadan ügünüşnün, ügütüşnün, ügen gücünün, üget gücünün ki faziletini Allah subhanahu wa ta'ala o kadar derecede kötürüşün səbəbi şu. Ben bu noktadan kalamı kep qalğan mındaq bir ahvalını, şu münasebətlə ortaqlaşay. Mesela biz muhaciretke çıqqandan keyin yoki majbur bu yerda qolib qolgandan keyin bizning mayli iqtisodiy jihatda, siyosiy jihatda eng cho'ng yo'liqqan narsamiz nima desa, nima ish qilishni o'qimaslik. Bugun o'rtadagi siyosat kişileri yoki iqtisod kişileri yoki bilim kişileri deyli, her soha kişilerinin eg'izdan bizni anglayotgan narsamiz nima desa, bugun nima ish qilishni o'qimaslik. Bu yerda Şeyh Yusuf Qaradavi, ustazımız Yusuf Qaradavi o'zininki Fiqhul Avlaviyat kitobida o'tirib qo'ygan bir o'qim bor. Al-ilmu qabla al-amal. Har qanday ishdan ilgari avval qanday qilish kerak? O'rganish kerak. Hatto inson la ilaha illalloh deyishdan ilgari qanday qilish kerak? O'rganish kerak. Qur'on Karim fa'lam annahu la ilaha illalloh. La ilaha illalloh. Hatto la ilaha illallahdan buyuk gap yo'q dunyoda. Muşundan ilgirimi insan avval qanday qilish kerak? O'rganish kerak. Payg'ambar alayhisolamga Jibril tunji uchirgan vaqtda nima dedi? O'qu dedi. Chunki insonning har ishi o'rganishdan boshlanadi. Ya'ni muhojiratdagi qarindoshlarimiz masalan bir misol alay. Her yana o'zgarishlik bir qoidasi prinsip bor. Shuni o'rganish hamdi. O'rganish desa nuqul, men maktabni ham ko'z tutmayman. Har qanday ishning qoida, prinsip, yo'llarini qanday qilish o'rganish. Mesela bu ahval köprak kimde köreldi dese, şu iqtisodlik iş adamlarida, yani ticaretçilerde köreldi. Vatanda Allah ma'lum iqtisodni bergan. An Turkiyaga chiqqandan keyin yoki Turkiyada qilib qolgandan keyin to'g'risi bir ish qilayli deb bir ishga kirishdan ilgari eng burun dinning ta'limoti bo'yicha, din bizga tushuntirgan bo'yicha qilmoqchi bo'lgan ishni o'rganish kerak. Riyaning tilini o'rganish kerak. Avval til muhim. Ticaret usullerini öğreniş gerek. Kaidesini öğreniş gerek. Ama ta'til yol tutqanlık tüpeyledin bazı bir kısım kişilerimiz, mesela ticaretçilerimiz öğrenmestin, bilmestin. Kirdi ticaretke maalesef qanday çıktı, ma'lum ziyan bilen çıktı. Mesela dolar bazarıga. Mesela dolar bazarı deymiz, altın bazarı deymiz. Her yanın bir kaidesi var. Avval öğreniş gerek. Ustazımız Yusuf Qaradavi ta'kidlaganimiz şu. Her qanday ishning avval ahvalını öğreniş gerek. Dini adamlarımız şu. Bugünkü biz millet bulus bütümüz bilen, ümmetning bir qismi bulus bütümüz bilen yaşayotgan meselelerimizni dini tarafdan hal qilmasligimiz. Onun uruni veriş, bihuda uruni veriş bizni hadırıp qo'yatdi. Kişilerimizin charchatdi. Alimlerimizin charchatdi. Asli bu noktalarga biraz öğreniş ketdi. Buna desek, bir kısım ustazlarımızın konuğu gelmesin. Ustazlarımızga Allah bergen büyük ilimler var. Katta bilim var. Ama fevqa kulli zi ilmin alim degandek. Her qanday bilimning ustida bilim bo'lgandek, her qanday alimning ustida alim bo'lgandek, her qanday muhitning o'rganishga tegishli bir taraflar bo'ladi. Bu tarafni mening yeshim cho'ngib qoldi, men planiyaga berib qoldim demasdan qanday qilish kerak? O'rganishimiz kerak. Mücahidlerimiz mi şu? Siyasetçilerimiz mi şu? Biz bugün çıkış yolu yok. Deyişten ilgiri biz yaşayotgan atmosferaga nimalar ketadi? Bizning chiqqan hozirgi qiyinchiligimizning talabi nima? Bu noktalarni o'rganish kerak. Ya'ni xulosalgan vaqtda birinchi savolni insonning chiqish yo'li qilmoqchi bo'lgan ishini o'rganishdan boshlanadi. Shunlashqa inson yarashariga tushirilib hayatını başlagandan tatip Allah muallimsiz koymadı. Muallimning tunisi peygamberler. Peygamberler insanlarga özünün çıkış yolunu qanday qiladi, o'rgatdi. Şunlaş peygamberlar men muallim bo'lib avatildim degani
hayotda har odam muallim, har odam nima o'quvchi. Hayotdagi har qadamimiz shu qadamni o'rganish to'g'ri keladi. Qarindoshlarimiz xato tushunib qolmasin. Mening nuqul o'rgatish deganim bir boshlang'ich yoki o'rta maktab yoki oliy maktabga o'xshash ustal, o'rindiqda o'tiriblar o'rganish emas. Har narsani o'zining sohasida o'rganamiz. Masalan, bir odam oshpazlik o'rganmoqchi bo'lsa, uchoq boshida o'rganadi. Suv uzishni o'stangda o'rganadi. Uçquchilikni ariflarda o'rganadi. Ya'ni har odam qilmoqchi bo'lgan ishni oldi bilan qanday qilish kerak, o'rganish kerak. Uning nazariy qismini egallash kerak. Uni mush nuqtalarga biz qarab chiqqan vaqtimizda insonning hayoti o'rganmay davomlashmaydi. O'rgatmay davomlashmaydi. İnsanın hayatını o'rgatgan odamning darajasidan ortiq daraja yo'q. O'zining kelgusi hayotini o'rgangan odamdan ortiq daraja yo'q. Chunki Payg'ambar islom ya o'rgangichi bo'l, ya o'rgatgichi bo'l, yoki ularga ham suhbat, ham ravg'uchi bo'l, yoki ularni yaxshi ko'rguchi bo'l deb kelib bashini so'qqanman. Chunki yashayman degan odam, bir ishni qilaman degan odam o'zining ammoqchi bo'lgan qadrini bilmagan odamninki vayron bo'lganligi aniq. Tugishdiganligi aniq, mutlaqo bir hanga tushadiganligi aniq. Bu nuqtadan dunyoda va oxiratda saodatman bo'laman degan inson cho'qim qanaqa qilish kerak, o'rganish kerak. Bu payg'ambarlarning darajasi. Payg'ambarlar dal mushaydan boshlagan ishni. Shunga Rasululloh hadisda, bayatni sizlar o'qigan hadisda men o'qituvchi, o'rgatuvchi bo'lib avatildim degani shu. Rasulullohning ummati bo'lish sifatimiz bilan biz bir o'rgatuvchi ummat. O'rgatuvchi degan avval o'rganishni talab qiladi. Ya'ni hamma bilan o'zimizning qilmoqchi bo'lgan ishimizni qanday qilishga o'rganish kerak. Agar o'rgansak, bugun qitim chiqib qolgan, hozir holat chiqib qolgan qiyinchilikdan qanday qilishimiz qutulishimiz mumkin. Men bir kichik savolning javobini yana masalan hozir mana shu o'rganish va o'rgatish to'g'risida bo'lyapti. Tamomliq. Bugungi ahvolimizni har bir musulmon, muhojiratdagi har bir Uyg'ur musulmoni mayli qaysi davlatda bo'lishidan qat'iy nazar o'ziga munosabatlik doirada o'rganishimiz kerak. Ya'ni masalani hal qilishga tirishish kerak. Ya'ni kishilar har xil bo'ldi. Ba'zi tijoratchilar bo'ldi. Shu odamning tijorat nuqtasida bugungi ahvolimizdan qutulib chiqish yo'lida qo'shadigan bir to'pisi bor. Ba'zi ilm odamlari bo'ldi. Ularning o nuqtada, ba'zilar siyosatchi bo'ldi. Ularning o nuqtada har odam o'zining doirasida bir narsalarni o'rganib, bugunga chiqishini tepish kerak. Men bir gapni qo'shib qo'yaman javobning oxirisida. Her bir milletning ma'arifi 30 yildan keyingi taqdirini belgilaydi. Biz bugun mushu kunga qanday chiqib qolgan bo'lsak, mushu qiyinchilikqa qanday chiqib qolgan bo'lsak, 90-yillar, ya'ni xususan shaxsan o'zimning o'qish yillari, 90-yillar atrofidagi ma'rifning natijasi bugun. Agar shu vaqtida bugunni ko'zda, bugunga hozirlab tarbiyalangan bo'lsam, men bugun mutlaqo bir chiqish yo'lini suna olaydim millatga. To'g'ri. Bugun o'rtada bor har odam shu vaqtning odami, yo 60-yilning, yo 70-yilning, yo 80-yilning, yo 90-yilning odami va shu vaqtdagi ma'arif bugunni ko'zlaganmi, ko'zlamaganmi bunisi aniq emas, yo ko'zlagan yo ko'zlamagan. Nim bo'lsa, o'tirdagi reallik shuki, bugungi chiqib qolgan qiyinchiligimiz chiqish yo'li topolmag'ida qiyinchilikning shu vaqtdagi ma'rifning natijasi. Endi biz bugun kelgusidagi avlodlarimizni o'zimiz chiqib qolgan mush qiyinchilik durumga tushigizimizmi? Bizning yashagan mush qiyinchiligimizni yashashni davomlashtirsinmi? Qaror bizda. Bugun bolalarimizni qanday tarbiyalasak, o'qitish, o'rgatish, tarbiyalashga qanday ko'ngil bo'lsak yoki ko'ngil bo'lmasak, natijasi ya 20 yildan keyin ya 30 yildan keyin aynı shaklda qanaqa qiladi ko'riladi. Allah razı olsun. Peygamberimiz sallallohu alayhi vasallamning bir hadisida إن الله وملائكته حتى النملة في جحرها وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير ليصلون على معلم الناس الخير. Bu hadiste ne demek canım Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem? Allah'ın malaikeleri acayip edilse, Allah'ın malaikeleri hatta uvuzdaki çümüle, hatta denizdeki biliqlarga qadar kishilarga yaxshilik yo'llarini, yaxshilikni o'rgatgan odamlarga duo qiladi deydi. Bu bir bishorat hamda. Nimishga duo qilmasin? İnsanning hayoti bilishlanmaydigan bo'lsa, insonning har qadami
öğrengen bilimiga qarab turib belgilanadigan tursa, inson erishmoqchi bo'lgan bizning hayotimizdagi har natija öğrenginimizga qarab bo'ladigan tursa va mushu xil shakldagi yaxshi natijalarga erishishga sabab bo'lgan odamga Alloh nima ishga rahmat qilmasin? Malaikalar nima ishga duo qilmasin? Çömülüler hatta bilqilag'cha bu nima ifoda desa, zat o odamning butun yaxshilikqa noil ekanligining ifodasi. Nima ishga noil bo'lmasin? Ya'ni bu odam hayot ne? Boshqalarga o'rgatgan odam. Yaxshilik yo'llarini o'rgatgan, men yaxshilik deglik-a? Xo'sh. Yaxshilik ifodasi bizning diqqatimizni tortadi. Nuqul diniy bilim, yana bir bilim emas. Yani insonning hayotiga kerakli bo'lgan har narsa yaxshilik. Shuni o'rgatganlarga butun dunyo marhamatini ochadi. Nima ishqa? Biz bir insanın kusqun toyg'izib qo'yishimiz mumkin. Xo'sh. Ammo 4-5 saatdan keyin ochida o'qisak, har doim qashtirib bilmaymiz. Muhimi uning bir vaqt kusqun toyg'izib qo'yish emas, har doim o'zining kusqun toyg'izlaydigan holatga kelib qo'yish. O'rgatish degan manda narsa. Biz bir odamni ko'tarib bir necha 10 metr yoki mashinamizga solib ma'lum yerga olib qo'yishimiz mumkin. Xo'sh. Ammo har doim qashtirmaymiz-ki, uningga minishni o'tishimiz kerak. Ögütüş mandan narsa. Yani bir narsa bergandin shu narsani topalaydigan holatga qanday qilish, ekilish kerak. Ögütüş mandan narsa. Yani boshqalarning mush hayotda yashashni o'gitish. Yashash deganimiz aziz yashash deb atalgan. Boshqalarga mahkum bo'lmay yashash. Xo'sh. Dushmanlarning suiqasini bichitqib yashash. Xo'sh. Dushmanlarning suiqasini bilib yashash. Mushlarning hammani o'gitish kerak. Xo'sh. Shuna vaqtda millet karakterlik ve şahs karakterlik hatta kelgusi kurulduğun devlet karakterlik baxt saadetle yaşayımız. Bugün küçük kalkan haplıqның hammasi bilmegenlikten düşkəşlər. Meseleni çönmegenlikten düşkəşlər. Ecdatlarımız can meydanında düşmanla yandı ki söhbet üstülde ketdi. Halkımız buluvatkan siyasetini çönmegenlikten ketdi. Hammasi ögütüşünün kemçillik edin. Çöndürüşünün kemçillik edin ketdi. Hem de demek insanın dünyadaki hayatının baxt saadeti, onun bilgen malumatı, bilgeniga, düşengeniga qarab turib belgilangan ish o'g'a yada. Haqqi saodat bilan yashashni, baxtli hayot yashashni o'rgatgan odamga Alloh rahmat qilmasin. Malaikalar durud yo'llamasin. Şömülüler hatta biliqlar uchun unga mag'firat talab qilmasin. Tabiiy talab qiladi-da. Hatta Cennetga kirganlarni qanday sifatlaydi Qur'onda desa, "Vallazina amanu wattaba'athum zurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim zurriyyatuhum." Qiyomat kunisi cennetde kimlar bilan birga kelamiz desa, izimizda manganlar bilan birga kelamiz. Ya'ni biz bir haqiqatni tushundik, bir yaxshilikni tushundik, boshqalarga o'gitib qo'yib ketdik, ular shu yo'lda mangdi. Xo'sh. Qiyomat kunisi bir hatta Qur'onda mushu shaklda Elhaqna bihim zurriyetahum degeni. Ularning kinki avlodlarini qo'shdik degeni. Cho'ngma. Yani ata-onalar, ajdodlar avlodlarga ma'lumotlarni, bilimlarni qoldirib qo'yib, yetaklab qo'yib ketdi. Bular shuning asosida to'g'ri yo'lga mangdi, undan keyin oxirgi jannat natijasidami bular o'rtoq erishdi, bir yerga keldi. Degan ma'noni ifodalasi kerak. Agar ta'lim islomiy ong bilan berilganda eng buyuk ishni amalga oshirgan bo'lgan gapga hamda undaqda muallim ta'lim tarbiyani qandoq qilganda kasbiy tuyg'udan mas'uliyat tuyg'usiga ko'tarib ta'lim beralaydi o'quvchisiga. Biz suhbatimizning beshida deb kelayotgan bir haqiqat bor bu savolga qarata. Hayotda kishiga qilishga tegishli ishni o'rgatish bu hayotning davom qilishini bir asosidir. Inson bu haqiqatni tushungan vaqtda boshqalarga o'rgatganininki odatdagi ish emas ekanligini tushunadi. Men uni nima o'rgatsin? Eng yuqorisi uningga hayotida tanlaydigan yaxshi yomon iymon, kufr yo'lini tanlash, diniy bilimdan tortib. Undan boshqa bilimlarning hammasi qanday bo'lsin, bir odamga bir bilimni o'rgatgan odam men bununla bir hayat biryapman. Kelgusini ato qilyapman. Shunga sabab bo'lyapman yani. Bunun kelgusi yaratılyapti degan tushunchaga ega bo'lmaganida hayot buziladi. Bilishimcha kichik vaqtlarimizda mayli
bayatın deganimizda diniy o'qitish yoki boshqa o'qitish, boshqa dunyo kasb o'rgatish hammasi mushu asosida deb o'ylayman menchu. Ammo kasbiy tuyg'u demoqchiman yana. Ya'ni mas'uliyat tuyg'usi. Mas'uliyat tuyg'usi. Mas'uliyat. Birisi bir narsa o'rgatyapman desa, uni bir yuksak mas'uliyat sifatida. Cho'ng ish qilayotgan, Allohdan savob umid qilgan, men shunday bir huna, kasb o'rgatib qo'yish, buni bir o'qitib qo'yish orqali hatto muallimlar bir narsa o'rgatayotgan vaqtda o qadar hissiyat borki, men hozir farishtaning qanotining ustida. Men bu bolaga Allohning dinini o'rgatyapman. Tamam. Din ustoz bo'lib qolsa. Diniy ustozligi masalan o tuyg'u, o hissiyat o'rgatadi. Hatto kasb ketganlarmi? Xo'sh. Boshqa bir tuyg'u bo'lyapti. Men kichik vaqtida bilishimcha, biz ba'zi hunarlarni o'rganib boqqan desak, ustozlarimizda hatto bismillah bilan boshlaydigan. Masalan, tibobatni misolga olsak, hozircha saqtilishib ketdi deb o'ylayman men. Xo'sh. Qadimgi ustozlarimizda ustoz shogirdini elishdan ilgari uningga maxsus bir to'rin, hozirgi faoliyat degandek bir o'rin hozirlab, buni qasam qildirib, masalan tijoriy axloq, chunki tibobat odam tul azdiga yechu. Tibobatda har xil doğru yasaqlanadi. Saqtlik qilindi. Doğru o'xshash, ichiga soladigan materialni o'xshash salmagandan keyin lam tanaqidi, osmon zamin farqida. Agar shunda insonning axloq, kasbiy axloqi tushgandan keyin lam bu bir qulay o'qidi buningga. Mush nuqtalarda alohida qasam qildirib, ya'ni shu vaqtdagi hunar usullarida hunar qilgan vaqtda xalqimga qanday qilyapman, xizmat qilyapman deydigan bir tuyg'u bor. Buni bilishimcha. Ügetgendimi, o bir moçan ammaydı, bir tin ammaydı ügetken şagirdin. Men bir amanetini qana qıvatım yetkiziyaptım. Degan аңда, hatta qasam qildırıp, nimaga qasam qildırdı desler, birisi hunar qilish, kasb qilish jarayonida saxtafazlik qilmaslikqa. Yani birisi bu har qanday hunar deganning bir retsept, har qanday kasb deganning maxfiyatlik bo'ladi ya. Kasb ahli bo'lmagan kishilarga qanday qilmaslikqa bermaslikka. Masalan, yilni shart qilib bilishimcha. Bir milliy tibobat o'rgatmoqchi bo'lgan cho'ng ustozlar o'z vaqtida vatanda shogirdlarga ya 4 yil ya 5 yil. Nimishqa 5 yil jarayonida uning mijozini ko'rdi ekan. Kasbiy axloqi nachar odam tabiiyati. Yoki yaxshi odam buni ko'rdi ekan. Ya'ni buningga bu retseptlarni berish loyiq bo'lar. Ya'ni mush nuqtalar nima demoqchi desa, ya'ni o'zi qilayotgan kasbni bir nuqul pul tepish uchun qilgan kasb emas, xalqqa xizmat qilish uchun o'rgatayotganimi xuddi bir omonatni alohida qanday qilayotgandek o'rgatayotgandek keyin Allohga. Mana bir xil hissiyotni biz kichik vaqtimizda ko'rgan. Ammo keyin dunyo iqtisotlashdi degan bir shamollarni hozir hamma narsa har qanday hunar kasb, hatto o'qitishgacha bu ishlarni shu diniy o'qitishgacha yamiradi bir kasblashib qoldi. Kasblashib qoldi degan demakchi bo'lganda ko'z. Tamam, sizlar hamda hozir masalan yuqori degan so'zdan hamda biraz azsaq bunu. Mesela milli tibobat o'xshash buni misol urib o'tgan bo'llar. Biz normal boshqa kasb masalan matematika olsun ya adabiyot kasbidagi o'qituvchilar bo'lsin ya tarixchi o'qituvchilar bo'lsin vatanda. Bularmi Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamninki la yusalluna ala muallimin nas khayra degan shu hadisning doirasiga kiramdi. Masalan, madam millatninki tarix bir matematikani bir o'qituvchi nima ish qiladi, o'quvchi nima ish qiladi. Bir tarixni o'qituvchi nima ish qiladi, o'quvchi nima ish qiladi. Masalan, matematikani bilinglar. Xo'sh. Bir millatninki agar davlat bo'lib qolsa, bir kuchlanishning tub asosi. Xo'sh. Bularni bugungi kunda bir davlatning asosiy bexatarlik qurilmalarini tatib hammasi tamoman matematika asoslansak bo'ladi. Xo'sh. Bir o'qituvchi men bir davlatimni qo'g'dayman. Davlatimning mudofaasini ching'ataman, ishini taraqqiy qildiraman, masalan. degan maqsadda o'rgansa, silcha uningdan ortiq bir kasb ham yo'qmi? Shu hadisni ostiga kiradi. Albatta. Va shu asosda o'qsa, ama tabiiyki niyat boshqa bo'lib qolsa, ilohiy adolat shuki har odam niyatiga erishadi. Ammo biz yuksak isil g'oya, isil niyatliklar haqida gapiramiz. Masalan, tarix desak, tarix
bizga o kadar qissalarni so'zlab turadi. Ata ajdodlarimizning xatoliklari va to'g'rimangan yo'llarini deb turadi. Masalan, millatimizning ketkizib qo'ygan yerlari, dushmanimizning hilagarligini deb turadi. Mush nuqtalarni yakunlab, xulosalab, bundan keyingi hayotimizda xatolaşmaslik uchun asos solishni niyat qilgan o'qituvchining fazilatli o'qitish bormi yo'qmi? Buni niyat qilgan o'quvchining fazilatli o'qitish bormi yo'qmi? Nima ish qilmoqsin? Ama niyat boshqa bo'lib qolsa boshqa. O zaman nima sababdan bizda diniy va fanniy deb ayirib daha yaqin kadar Allohga shukr bugungi kunda chat muhojiratlik hayotimizda yiqilishish, tushunish hosil qilinib bir ahvollar bo'lgan bo'ldi, ammo nima sababdan ilgari bu ahvollar borliqqa kelgan? Shaxsan mening ko'zimda diniy fanniy deb gap yo'q. Ya jamiyatdagi bir oyat bana ta'sir qilmoqlik bu nuqtada. Ala lahul xalqu vel amru. Yaratish Allohning va shunga ko'ra buyruq Allohning. Allah hayotda insonga keraklik nima yaratgan bo'lsa, buningda mutlaqo Allohning bir buyrug'i bor. Mening mushu gapim mencha sizning javobga yetadi. Agar buni inchikilashtirsak, balkim hamda men suiqasd nazariyasiga bak ishinib ketmayman. Ko'pincha masala avval o'zimizdan chiqadi, undan keyin dushman yushqdan foydalanadi. Ko'pincha vaqtlarda. Avval dushmanning suiqasdi, undan keyin bizdagi mag'lubiyat kelmaydi mencha. Avval o'zimizdagi bo'shanliq, ojizlik, zafiyat, yuchuq, undan keyin dushmanning shu yuchuqdan qana qilishiga kirishi. Alloh la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Mening ko'z qarashim bu. Men avval sualni o'zimizga qo'ymayman. O'zimizga aytmayman. Shu nuqtada aytgan vaqtda dushmanning suiqasdi, ya'ni shunda bizni bir nechaga parchalash uchun yoki bizni hayotdan ayirish uchun suiqasdiga o'zimizningki noaqllik yoki tushunchimizning ojizligi tufayli yuchuq ichib berganligimiz bor. Shu bu yerdagi fanniy, diniy deb ayirishlar tamamen xato ayirish. Insonga ketarlik narsaning hammasi diniy. Xususan mening nazarimda men tushungan dinda va ma xalaqtul jinna val insa illa liya'budun. İnsan jinni menga ibodat qilsin uchun yaratdim dedi ya Allah. Ba'zilar mushayat qarta inson davomli masjidda o'tiramdi deydi. Yo'q, insonning ishki putlab mangan hayotining hammasi ibodat. Madam Allah ko'rsatgan yo'lda mansa, shu nishonga qarab mansa, insonning har ishi ibodat. İnson qilgan har kasb ibodat. Faqat darajasi o'xshamaydi ba'zi. Chunki har qanday ishning darajasi o'xshamaganga o'xshash. Xuddi biz tijorat qilsak, o'xshamagan kasblarning topadigan paysi o'xshamagandek, daraja o'xshamaydi, oladigan ajr o'xshamaydi. Buning yuqorisi va to'ni va eng yuqorisi la ilaha illallohdan boshlanadi va shuni o'g'itishdan boshlanadi. Unda boshqa kasblar. Mening nazarimda bu. Shu boshqasi degandek, madam bizning millatimizga, islom jamiyatiga, islom davlatlariga, masalan, islom davlatiga foydali har ish Alloh qo'ygan ibodat hisoblanadi. Buni o'rgatuvchi o'xshashlar kishilarga yaxshilik o'rgatgan qatorida mag'firatning tahtiga, istig'forning tahtiga daxil bo'ladi. Bo'ladi bugungi kunda buni o'xshagan sapsatlarga, shunga o'xshagan ziyonkashlik qilinayotgan bizningki davoyimizga bo'lsin va milliy birligimizga bo'lsin, musulmondochiligimizga bo'lsin, ziyonkashlik bo'layotgan mana shunday o'rtadagi eqib yurgan ba'zi shunday o'xshagan gaplarga xotim berish intayin muhim deb qarayman-da. Tabii muhim. Hem sizlar bizning nima ish qiladiganimizga boqadi. İşning natijasi, ya'ni ishning mas'uliyati o'rtadagi kichik olsun, cho'ng olsun, sizlar bizdek o'rtada bor odamlarning ustiga tushadi. Allohning diniga da'vat qilish, diniy da'vatlar ta'lim, tarbiya kategoriyasiga kiramdi. Tabii kiradi. Chunki men bayatım dedim ya, o'g'itish degan hamallam ko'z oldimizga, do'stga, sinib, urundoq, üstel kelmesin. Her o'g'itishning o'ziga yarasha bir maydoni bor. Xo'sh. Başlangıç o'quvchilarning o'ziga yarasha bir sinf bo'ladi. Xo'sh. Maydon bo'ladi, sahasi bo'ladi. O'rta maktab, oliy maktab, andan keyin avom xalq. Avom xalqni o'g'itishninki o'ziga yarasha bir maydon bo'ladi. Xo'sh. Maktabda o'qiydiganlarni maktabda o'qitadigan gap, sirtda o'qitadiganlarni sirtda o'qitadigan gap. Siz degandek da'vat shu o'g'itishning bir turi. Bizning shunga davomli şu ta'lim tarbiya kelgan vaqtda ayrilmaydigan bir ishkisizimiz bor. Ta'lim, tarbiya. Ta'lim, tarbiya bo'ladi.
Undaqda da'vatda o'zgacha uslub qo'llanish Allohning diniga da'vat qilishdagi ixlosga ta'sir yetkazadi. Özgüçü uslub degan sualni mening tushunchimda Qur'oni Karimda da'vatga chaqirishda ud'u ila sabili robbika bil hikmati val mau'izatil hasana. Ya'ni ishni aqllochi qilish, ya'ni kishilarga eng nima munosib bo'lsa, shu shaklda da'vat qilish, cho'ng'icha, kichikcha. Har zamondagi kishilarningki tasavvuri, tafakkuri o'xshamaydi. 2020-yildagi kishilarga 1990-yildagi 90-yil kishilar bilan kallasi bilan da'vat qilolmaydi. Bu noktadan so'ralgan bu savol tabiiyki eng munosib shaklda zamonning tili bilan deganimiz kishilarning tafakkuriga mos shaklda da'vat qilish bu Qur'oni Karimdagi da'vatning talabi. Ammo degandagi uslub o'zgarishdan maqsad shamol qaysi tarafga chiqsa shu tarafga yetish. Kishilarning ko'ngli nimaga mayil bo'lsa, nimani tassa yoki kishilarning oldida nima yangilik chiqsa qiziqadigan, yangi ko'lning suvi tatliq deganga o'xshash. Masalan, umumiy millatning manfaati, millatning yo'linishi o'ngga mangsa, shaqqada chiqib lekinda so'lga chiqib bir yangilik chiqarish. Yoki so'lga mangsa, o'ngga chiqib bir nima chiqarish, yangilik chiqarish. 10 yil ilgari shimolga chaqirgan bir da'vatchi 10 yildan keyin vaziyat o'zgarib, baza janubga chiqsa, shaqqada chapan o'zgartib, nega chaqirish, janubga chaqirish. Agar buni nishon qilgan bo'lsalar, bundaq da'vatchining da'vati Allohga va Allohning yo'liga da'vat qilish emas, kimga da'vat qilish? O'ziga da'vat qilish. Menimki savolimning nimasi bu? O'ziga da'vat qilish. Allohga da'vat qilishninki xarakteri, uslub o'zgarishimi, xarakteri, prinsiplari, savobatlari qanday qilmaydi, o'zgarmaydi. Doim nishon bir nuqtaga qarab mangdi. Gerçi uslub o'zgarishimi. Ondan keyin asosiy prinsiplarda bitat paydo qilmaydi. Yo'qishlarni qanday qilmaydi, paydo qilmaydi. Ayrimchilik qilmaydi masalan. Bu yerda ixlos yo'qlikning Allohning yo'liga chaqirgan bilan Allohning o'ziga chaqirganning o'tirida menda bir alomatlar bo'ladi. Birisi haqiqiy Allohning yo'liga chaqirgan odam atrofdagilar bilan hamkorlashishni keskin qilmaydi. Hamkorlashadi. Chunki dinning talabi shu. Ta'avanu alal birri va taqvo va la ta'avanu alal ismi wal udwan. Alloh rizosini birinchi o'rin qo'ydi yani. Allohning rizosini birinchi o'ringa qo'ydi. O'zidan boshqalarning shu yaxshi tarafiga teng minishni xohlaydi. Mana bu nuqta shayton bilan da'vatchining farqi. Da'vatchi o'zining boshqalarning ash yaxshilikqa teng nailishni, jannat tarafga teng minishni, nijotlik tarafga teng minishni xohlaydi. Bu nuqtadan bularda hamkorlashish bor. O'ziga chaqirgan odam o'ziga chaqirgan odamda hamkorlashish olmaydi. Ondan keyin o'zininkini mana yana bir alomat, muhim alomatdan birisi. O'ziga chaqirgan odam o'zining boshqa hamma narsa qiladi. Qaysi sohada ko'z ko'rgan bo'lsa, masalan deyli, diniy sohada bir odam tafsirda ko'z ko'rgan bo'lsa, tafsir bilim, hamma bilim qolganlari baka. Xo'sh. Hadisda ko'z ko'rgan bo'lsa, hadis asosiy bilim qolgani baka. Xo'sh. Bir odam boshqalarga da'vat qilishni ko'z ko'rgan bo'lsa, mushuni boshqasi baka. Bir odam diniy ustoz bo'lsa, diniy o'qitishdan boshqasi baka. Bir odam masalan o'quvchilar maktabdagi o'qituvchi bo'lib qolsa, bundan boshqasi hammasi nima baka? O'zidan boshqani butunlay rad qilish bu o'zga chaqirganlikning alomati. Xo'sh. Chunki bizning jamiyatimiz, yoki bizning millatimiz ketayotgan bir mashinaga o'xshaydi. Xo'sh. Mashinaga har xil zapchas kerak. Necha qitim oldin bo'lmaysan. Rol kerak, choq kerak, aynak kerak. Shunami? Uni yo'gab turadigan mashinaning tosh qapi kerak, tumi kerak, uningga benzin kerak masalan. Va boshqa lozimatlik narsalar, har xil narsalar bor. Sen bir odam bilan yoki shu bir kasb bilan yoki bir soha bilan biz millatning ishining hammasini oshirib ketishni atayin. Allohga chaqirgan odam mush nuqtalarni tushunadi. Hammani tang e'tirof qiladi, hammasi bilan tang qo'l tutishmoqmiz deydi, ammo o'ziga chaqirgan odamchi mushu tek chiqish yo'li, birdan bir chiqish yo'li, bundan boshqasi hammasi bekor, boshqalarni qanday qiladi, inkor qiladi. Mana bu alomat, shuni alomati. Ya'ni Allohga chaqirganmi birisi yoki o'ziga chaqirganmi buning alomati. Alloh rozi bo'lsin. Hadi ustoz Muhammad Ali, biz hammamiz madrasada o'qib boqqanlar, maktabda o'qib boqqanlar, muallim bilan
o'quvchi orasidagi muomalani yaxshi bilamiz. Ammo muhojirat hayotimizdagi ba'zi madrasa va Qur'on kurslari da ba'zi bir shikoyatlarda eng oxirgi shikoyatni 2 hafta ilgari anglagan bo'ldim men. Darsini topshirib berolmagan o'quvchilarni ustoz bo'g'ichi qattiq urishdek kichik 9-10 yoshlik bolalar ekan ham shular. Hatto ba'zi qizlarning kimi shunday bir tayoq yegan ustoz tarafidan darsini topshirib berolmadim degandek. O'tirg'i chiqmoqda hamda. Bu vaqtda ba'zi bir nasihat va yo'l yo'riqlar berilgan bo'lsin. Hamda dinimizda shunday urib o'qiting deb bormamdi o'quvchini. Mencha yuqorida so'zlagan mazmunlarda buning yetarlik javob bor deb o'ylayman. Shunda bo'lsa tekrar kichikgina qisqagina bir deb qo'yay. Chunki bizning suhbatimiz ham muallimning ham o'quvchininki bo'lganligi uchun bu yerda o'quvchining to'g'risida bir biz bayatni deb keldik. Mayli yuqorisi diniy o'qitish, qolgan boshqa kasblarga qadar bu yerdagi o'gitish, o'g'inish xarakteri qanday ish. Buni biz bayatni belgilab keldik. Xo'sh. Bu nuqul bir kasb boshqalarga o'tib qo'yish, bir o'quvchini Qur'onni yodlatib qo'yish yoki u kitobni o'gitib olish, bu kitobni o'gitish masalasi deb tushungan hammalar sizligandek masalalar bir. Bu dunyo yaratish bu. Kelgusini yaratish bu. O'zingdan yaxshiroq bir insonni o'rtaga chiqarish bu. Tarbiyalash bu. Bunda tushungan odam u urushning ashu o'quvchiga naqadar ziyonli ekanligini, naqadar salbiy ta'sir qiladigan uning hozirgi bugungi hayotiga ham emas, kelgusidagi psixikasiga naqadar ta'sir qiladiganligini biladi. Nishon u emas bizniki. Unda psixikasi buzuq odam lozim emas bizga. Agar shu ustoz maymun tarbiyalamoqchi bo'lsa, tamam, olsun. Maymunlar var ya, sirikçiler sirik saladigan. Urudu, ahirisi gepana otudu. Otadısı oturudu, kopdusu kopudu. Mesele bizge gepanlaşlar emas ya. Kelgüsü bir yaramlık evlatның ortaga çıkışı ya. Doğru. Çünkü ben bunu artık diyemem, gep kılamayım hem de onlara. Maymun terbiyelemekçi olsa, urup terbiyelesin. Urup digenine kıgılsın. Nişanı yetküsün, yadlamagan Kur'an'ı yadlasın, okumagan kitabını okusun, öğrenmeyen öğrensin, maymun terbiyelemekçi olsa. Ama Adem terbiyelemekçi olsa, muamelatını kurtuldurduğun evlat terbiyelemekçi olsa, kelgüsü, onun yolu uruş emez, onun yolu akıl şekildeki terbiyemi hem emez. Allah razı olsun. Nima uchun muallimning o'quvchisining moddiy ahvolini bilishi muhim deb qaraladi? Bu o'qituvchi hamda darsni bilib chiqarsa bo'ladigan gap ham. Ammo nima ishqa hamda uningki moddiy ahvoli, oila ahvolini bilishi muhim. Chunki o'qitish deganda ikki so'zdan ajralmaydigan bir narsa. Xo'sh. Ta'lim, tarbiya. Tarbiya. Ta'lim degan ma'lumot sahibi qilish. Xo'sh. Tarbiya degani o'zining muhit, o'zining ahvoliga yarasha uni o'stirib yetaklash uni. Xo'sh. Endi mana shu vaqt odam qilish yani. Agar o'qituvchisi o'quvchilar bo'lgan munosabatda faqat sinf kirgandan keyin so'zlab qo'yib, undan keyin chiqib ketishlar qolsa, bu faqat ta'lim beruvchi bo'ladi. Yuqorida bitgan kasbiy tuyg'u bilanlar. Kasbiy tuyg'ularlar. Bu bir kasb. Deb kitobni o'qituvchisidan bir narsalarni o'rganishi mumkin. Ammo uni haqiqiy tarbiyalash uchun uning ichki dunyosiga kirish kerak. Uni ota-bolalik munosabat o'rnatilishi kerak. Dadasi kim bilish kerak? Ailesining ahvoli qanday bilish kerak? Vaqtida mas'uliyatga yo'tkiladi-da. Ailesining sharoiti ahvoli qanday bilish kerak? Xo'sh. Shunda vaqtda uning yarasha shaklda, uningga yarasha bir shaklda qanaqa qilindi, tarbiyalanadi. Ba'zi o'quvchilar oilasidagi ba'zi iqtisodiy nachar sharoitlar tufaylidan yoki undaq yoki mundaq bir sharoitlar tufaylidan psixik masala ko'rilishi mumkin. O'rganish natijasi tufaylishi mumkin. O'qituvchi oilasini o'qigandan keyin, masalan deyli, bunda bir ahvolni oldim men. Bir o'quvchi matematikada tuvan. Bunun bir xil psixik masala var, qolgan narsa go'zal. Şunun o'qituvchisi bir qitimliq imtihonda mushu o'quvchiga savolni oldin berdi. Bu umumiy nuqtadan to'g'ri emas, ammo o'qituvchining aqligini o'quvchisini favqulodda tushungan. Uningdagi bir nuqtada bir psixik masalalarni his qildi yani. Mush masalani hal qilish uchun qilyapti-da. Shu qatimliq natijada buning natijasi favqulodda yuqori chiqadi deyli. Buni taqdirlaydi oldiga chiqarib.
Şuningdan keyin bu o'quvchi shu matematikada ilgilab ketadi. Ruhiy kayfiyat yükseldi. Yükseladi yani. Yani bu bir misal. Yani demek çoğunumuz şu ki zaten o'quvchi nimaga ehtiyojli buni bilinmagan o'qituvchilanmaydi. Mayli moddiy jihatdan, mayli ma'naviy jihatdan. Agar ma'naviy jihat bir narsaga ehtiyojli bo'lsa, yordam berish kerak. Moddiy jihatdan bir narsaga ehtiyojli bo'lib qolsa, o'zi yordam qilish kerak yoki boshqalardan tepib bo'lsa-mu qanday qilish kerak? Hal qilinish kerak. Ya'ni shu o'quvchi normal boshqa o'quvchiga o'xshash bir xil normal ruhiy holatga ega bo'lmasa tarbiyalanmaydi, o'qiydi. Shu nuqtadan o'qituvchi bir sinfda do'stining oldida o'zining o'quvchilari bilan bo'ladigan kishi bo'lib qolsa bo'lmaydi. İki nuqtani tushunish kerak o'qituvchi. Birisi o'zining ularga ta'lim berayotganligini, yana birisi o'zining ularni tarbiyalayotganligini. Tarbiyalash, ularga bir narsa o'rgatishdan boshqa ruhiy holatini yaxshilash, qanday o'quvchilikni o'rganish, qanday odam bo'lishni. Masalan, o'quvchining sinfda masalan yoki shu qaysi sohadagi darslar bo'lsin, o'qituvchining ortiqchiligini saboqdoshlarining oldida deyish masalan. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning sunnatida ko'rsatilgan-ku. Ortiqchiligini bilish, kamchiligini bilish, ortiqchiligini muayyanlashtirish. Taxmi? Kamchiligini ma'lum shaklda tuzatishga amal qilish yani. Bu masala intayin muhim masala. Xuddi bir kichik ko'chatni ortiqchiligini o'ttirg'a chiqarib ilgari surilgan vaqtida kamchilik avtomatik holatda ozishga boshlaydi. Masalan. Bir kichik ko'chatni daraxt qilgan holatga o'xshaydi. Tashlabasdan maymoq bo'lishi mumkin. Agro daraxt bo'lishi mumkin. Buning yonidan chiqib qolgan putoqlarini kesib, ruslab, bir yanga azroq qing'iyib qolsa, acha deymiz biz. Acha, yulab uningga tuzlab bir butun daraxt qilgandan keyin o'zini tutib tura oladigan mustaqil holatga kelgan vaqtda unda qilish ketmaydi u vaqtda. Sendan qanchalik mehr shafqatni ko'rgan o'quvchi kelgusida o'zining o'quvchilariga, atrofidagilarga o qadar mehr shafqatni beradi. To'xta, ta'lim tarbiyada qissa va hikoyaning ahamiyati va roli nimalardan iborat? Insonda mana bir ojizlik bor. Ta'lim tarbiya Qur'on bizga yomon ko'p qissalar bilan ta'lim tarbiya urdi. Insonda mana bir ojizlik bor. Yani insonni ya ba'zi nuqtalarda haddidan oshadigan bir yani belgilanmagan bir chegara bo'ladi yoki uni qisib oladigan bir chegara bo'ladi. Xo'sh. Haddidan oshgan chegara bo'lib qolgan inson o'zining nima ish qilishi, qilgan ishining qanday natijasi kelishi, qanday salbiy natijaga erishib qilishni uqmaydi. Xo'sh. Bularga mushunga o'xshash hayot yashagan odamning qissasini so'zlash orqali. Manda qildi. Natijasi mana bo'ldi. Masalan, bir kichik bola bor, yangi prova oldi. Mashinani davomli belgilangan sur'atdan oshib haydaydi. Oshirma desa, balkim oshishi mumkin, uning ta'sir qilmasligi mumkin. Mana bu yerda nochidan deyish mumkin. Ammo buningga bir hikoya so'zlaymiz. Bultur ya oldingi oyda, ya bunday vaqtda palani mush yo'lda qazo qildi. Sabab nima? Sur'atdan oshib haydash. Bir hikoya so'zildi. Rasmoga hikoya. Bu buni biraz o'zini bildirdi yani. To'g'ri. Ammo men o'zimning qinimning qiziqligi, meni ma ishni o'ziga tortganligi meni biraz mana o'sha masala. Qur'on bizga o qadar ko'p qislarni birda qarasa. İnsanning mijozi qanday mijoz desak, yine kessak boshqa ketamiz. İnson bunda erkin yaratilgan maxluq bo'lg'achqa, mijozini o'zaligi muhitidan, atrofidagi muhitdan olgan bo'lg'achqa, inson erishgan insondan oshadigan bir maxluq. Buning cho'qim oshdigan, haddidan oshadigan yerlarini kesib turadigan bir cheklama bo'lmaydi. Bu cheklamalar asosan qissalar orqali amaliy o'tgan bir voqeliklarni so'zlab, paloni bunda qilgan, bu kuni bunda qilgan, bu kuni payg'ambarning bunda qavmi bunda haddidan oshganlik uchun ular bunda jazolangan deyish orqali keyingan durimiz. Bu bir nuqta. Yana bir nuqta, inson ba'zida o'zini favqulodda ojiz chaqlaydi. Qilaoladigan ishlarni qilmaydi. Buningga shuningga o'xshash insonlarning tirishish orqali bu cheklimini buzib tashlab natija qozonganligini. Masalan, turib agar sil bizga qo'yarsa, bizning dushmanlarimizning soni, hozirgi iqtisodiy, siyosiy dunyodagi o'rniga qarab mumkin emas deymiz endi biz. Shunami ya? Taqobul turish mumkin emas, taslimiyat ruhi paydo bo'ladi. Ammo bizga qissa kelib deydi-ki, yo'q.
Dünyada Musa Aleyhisselam'dan kavmiga o'xshash keynida bir dengiz. Aldıda, yani keynida milyon kişilik Firavun qo'shini. Aldıda bir dengiz. İkkining arasida qolib qoldi. Quldu hech nima yo'q bularninki. Qo'shin dunyodagi eng kuchli imperiyaning qo'shinlari, har xil sal-xil. Kep qolsam, qirg'itiniqlar. Mashta holatdagi bir qo'shinni qana qildi. Mashta holatdagi bir kishilarmi yengildi. Yani buldum qutla aldı yani. Allah chiqish yo'li verdi. Chiqish yo'li verdi. Qur'onda bunga o'xshash qissalar bak ko'p. Bir odamning zindonga kelib yotgan bir odamning Misrning podshohi bo'lgan qissalar. Bizga o kadar ümitni bag'ishlaydi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning siyratlarida masalan. Rasulullahning siyratlarida Taifdagi kichik balalarning qadar bir sarang mato kishilarning tosh etishlaridan qo'llangan payg'ambar. Buna qissalar insondagi chek-chegini buzib tashlaydi yani. To'g'ri, men adam ya. Hayotda bo'g'a ishga ya bu. Balanim yengibdiki ya bu qiyinchilikni. O'zimizning tariximizni qaytilgan bo'lsak, o'zimizning tarixga qaytsakmi, misollar ko'p. Ya'ni qissaning bu qadar foydasi bor. Qissa yolg'on bo'lmasligi kerak, ya'ni to'qigan qissa emas, amaliy qissa, hayotda bo'lgan qissa. Bu ta'lim tarbiyada mayli kichik bolalarni tarbiyalash bo'lsin yoki avomlarni tarbiyalash bo'lsin, qissaning roli nihoyatda ko'p. Allah razı olsun. Biz vaqt münasebeti bilan bu suhbatimizninki oxirgi qismiga kelib qoldik. Yani bu münasebet bilan muallim va o'quvchilarga, yani o'qituvchi va o'quvchiga ikki og'iz yurak so'z qilingan bo'lsa 1 minut. Shu munosabat bilan mening deydigan qisqagina gapim, mayli o'rganuvchilar bo'lsin, mayli har sohadagi, mayli o'qituvchilar bo'lsin, millat unda oson qutlanmaydi. Bu qiyinchilikmi unda oson tushmadi. Xo'sh, 2-3 kun ichida tushgan qiyinchilik emas. Necha yil tariximizni qarasak 300 yilda tushdik biz bu qismatga. Ashundan hammasini bir jarayonlar bor. Bizning nimalarga sal qaraganligimiz bor. Bilimga qanday sal qaraganligimiz bor. Mushtoqlarni umumiy qaragan vaqtimizda bizning qutulishimizmi uncha tez bo'lmaydi. Ammo bo'lmaydimi bo'lmaydi ham. Yani anda oson qutulmaymiz. Amma qutulmaymi qolmaymiz, cho'qim qutulamiz. Ammo bu qutulish bugun kunda bir narsa o'rganaman deb menvatqanlarga qarashliq, o'rgitman deb menvatqanlarga qarashliq. Mayli siz diniy ustoz bo'ling yoki boshqa har qanday hunarli kasb, boshqa kasbdagi bir ustoz yoki o'quvchi bo'ling, o'zingizning kasbini bir kasbiy nuqtadan, ya bu mening bir hayot jon boqishning usuli, jon boqishning yo'li, men o'qib jon boqaman, o'g'itib ma'ashab jon boqaman degan yo'lda qilgan bo'lsangiz, şu ishni qilgan bo'lasiz. Jon boqqan bo'lasiz. Ilohiy adolat shu, sizga jon boqqandan boshqa ajr berilmaydi. Bu bir. Agar masalani bir kasb nuqtasidan chiqarib hayotiy vazifa, bir risolat nuqtasiga ko'tara olsangiz, sizning qilayotganingizning hammasi jihad. Siz bu bechora musulmonlarning, bu millatningki qutulishiga sabab bo'la olasiz. Ondan keyin mushu nuqtadan bulupmu dini sahadagilarga deydigan gapim, ilim o'g'itish, ilim yoki o'g'itish jon boqadigan vosita emas. Jon boqadigan nurg'un vositalar bor. Bayatın deganimdek ilim yoki o'g'itish bu millatni yuksaltirishning bir vositasi. Hatto bu haqda ulamolarning o qadar so'zlari borki, Imom Shofiyning va boshqa ulamolarningki bir usulchining usul o'ynab topgan pulisi bir diniy olimning o'zining o'g'itishi, kishilarni yetaklashini vosita qilib turib, mana shunday vaqtda din tijorat bilan topgan pulisidan ming hassa yaxshi yoki undan yaxshi degandagi o'xshash eskartishlar bor. Bulupmu millatning eng chong ideya, fikr, yo'lini yaratadiganlar diniy ustozlar. Chunki millat musulmon millat. Qanday kasb bilan shug'ullansin, bularga dinning ta'siri favqulodda cho'ng. Shunga diniy ustozlar va diniy o'quvchilar o'zining qilayotgan har ishidan agar azroq %1% jon boqishni, pul tepishni niyat qilib qolgan bo'lsangiz, xato qilgan bo'lsangiz kasb almashtiring. Agar unda qilmasangiz,
Yani niyetde Allah rızalık için bulup kalsa, Allah sizge, Allah'ın malaikeleri sizge, denizdeki biliklarda, uğuzdaki çımlakça sizge istiğfar aytıdı. Allah dünya ahirette baxtınızını versin. Hürmetli qarindoshlar, huquq va majburiyatlarning suhbatiningki 24-bölümü mishada oxirlashadi. Allohning muvaffaq qilishi bilan huquq va majburiyatlar mavzu ostida 24 bölümge sig'dirish planlangan suhbatimizning oxiriga keldik. Biz hozir qadar huquq va majburiyat mavzusi ostida ayollarning erlar ustidagi haq-huquqlari va mas'uliyatlari degan mavzuda 3 suhbat, erlarning ayollar ustidagi haqlari bu 3 suhbat, ota-onaning farzand ustidagi haqlari bu 2 suhbat, farzandning ota-ona ustidagi haqlari bu 2 suhbat, islomiy bir jamiyatda shaxslarning o'zaro munosabatlariga aloqador adab axloqlar bu bir suhbat, xulum xo'shning haq-huquqlari, islomda urug' tuqqanlar orasidagi munosabat o'lchimi, xizmatchiga islomiy axloq bilan muomala qilish, faqir miskinlarga islomiy axloq bilan muomala qilish bu 2 suhbat, ojiz va miyiblarning haqlari, kasalning haqlari, yetimning haqlari va uning bilan qanday muomala qilish, yetim va uning jamiyatga bo'lgan ta'siri, o'limalarning haqlari, ularga hurmat ko'rsatish, so'zlari shariatga zid kelmagan asosda ularga itoat qilishning islomdagi o'rni, islomiy axloqda o'smirlarga qanday muomala qilish kerak, yoshlarning haq-huquqlari, yashanganlarning haq-huquqlari, islomiy prinsipda o'quvchi bilan o'qituvchi orasidagi haq-huquqlardan iborat 24 qismliq bu suhbatimizni Allohning muvaffaq qilishi bilan mushu yerda oxirlashtiramiz. Allah subhanahu va taolodan yana boshqa bir suhbatlarni, boshqa bir mavzuda yangi suhbatlar bilan uchrashguncha Allah subhanahu va taolo sizlarni topshirdim. Allah subhanahu va taolo hammanglarga buyuk ajr-azim ato qilsin. Bu munosabat bilan bu suhbatga vaqt chiqargan ustoz Muhammad Aliga chin qalbimdan rahmat aytaman. Allah subhanahu va taolo qiyomat kunida buning buyuk ajri va hasanatlarni ato qilishini ulug' Allohdan so'rayman. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.